Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bu videoda uyingizdagi zina narxini qanaqa hisoblashni o'rganasiz. Hozir biz obyektga boramiz. Sizlarga tushuntiraman va yana oxirida showroomga qaytamiz. Qani boshladik. Bu videoda sizlarga mana shu zinani qanaqa qilib narxini hisoblashni o'rgataman. Buni asosiy bizda vazifa zinani razmeri bo'ladi. Agar sizning ziningiz mana shunaqa holatdagi tekis standart zinalar bo'ladigan bo'lsa, hamma narxi o'zgarmasdan bir xil chiqadi. Qarang, standart degani odatda zinalar 90 sm dan 120 sm gacha uzunlikda bo'ladi. Bu ham 117 sm ekan uzunligi. Bu bizning tilda, zinachilar tilida standart razmer deyiladi. Asosiy birinchi qiladigan ishimiz buni pog'onasini sanash hisoblanadi. Qaranglar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta pog'ona chiqyapti. Keyingisi plashatkani hisobga olmay turamiz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ko'rdinglar, hozir zinani pog'onasi 20 ta chiqdi. Endi nimaga men plashatkani hisobga olmaymiz dedim. Odatda bu yerda bilsanglar, tekis bo'ladi, hech qanaqa zina bo'lmaydi. Ko'p plashatkalar shunaqa 3 burchak qilib 4 ta yoki 6 ta qilinadi. Zina uzun bo'lib ketmasligi uchun. Agar zina mana shunaqa odatiy 3 burchak kesilgan bo'lsa, buni ham hozir 20 ta chiqqan bo'lsa, 21, 22, 23, 24 stupenka misolida hisoblasak bo'ladi. Agar zina tekis katta plashatka bo'lganda, xuddi shunaqa razmerdagi katta plashatkani baribir biz 4 ta zinani narxida hisoblaymiz. Polibon bu yerda biz 20 plus 4 qilar edik. Agar bu plashatka mayda bo'lingan 6 ta bo'lsa, 20 plus 6, ya'ni 26 qilib hisoblaymiz. Hozir bu zinamizda ham 20 ta oddiy stupenka, 4 ta plashatkani o'rnidagi stupenka bo'ladi. Katta plashatka bo'lsa 4 ta hisoblaymiz yoki mana bunaqa to'rtburchak plashatkadan bitta, 2 ta pog'ona bo'lib tushgan bo'lsa, buni ham har bir to'rtburchasi 2 ta stupenka, 2 ta stupenka narxida hisoblanadi. Bu zinamiz baribir 24 ta stupenkaga hisoblanadi. Endi davom etamiz. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, zinadan tashqari shunaqa ограждениялар bor. Bu yoqga perila, balasina stoykalarni o'zi qo'yilishi kerak. Bu yoqda 1 metr joy bor, bu yoqda bo'ladigan bo'lsa 3 metr joy bor. Zinadan tashqari bo'lgan shunaqa огражденияларni buni har bir metri bitta zina narxi hisoblanadi. Masalan, zinaning komplektini o'zini ichida, narxini ichida o'zini mana ограждение, bir yoq tomonlama perilasi, hamma narsasi o'zini ichiga kiradi. O'shanda bizda hozir yana 1 2 3 4 metr ограждение chiqyapti. Endi nima qilamiz? 24 plus 4 qilamiz. Ya'ni endi bu zinamizni umumiy narxini 28 ta zina narxida hisoblaymiz. Bu zinamizni hozir Romowood kompaniyasining 2026-yil yanvar oyining holatidagi narxlari bo'yicha eng arzon tarifimizda har bir pog'onasi $115 dan chiqayotgan bo'lsa, mana shu birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiqish zina va ограждениялari bilan 28 taga hisoblaganda $3220 ga mana shu zinani biz tayyor qilib uстановkalar bilan bitirsak bo'ladi. Endi bu zinani narxi ham sizlarni tanlaydigan tariflardan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Hozir 28 ta stupenka hisobida ограждениялар bilan 3220 chiqqan bo'lsa, $115 zinamiz, masalan $150 zinani tanlaydigan bo'lsangiz, bu sizga $4200 ga aylanadi. Yana ham qimmatroq tarif tanlasangiz, o'sha tarifni 28 ga ko'paytirasiz. Narxini chiqaraverasiz. Endi hamma zinachini chaqirish shart emas, faqatgina narxini bilish o'zi yetarli. Mana bu yerda futbol qismida ham xuddi shunaqa qilasizlar. Zinani sonini plashatka bo'lsa, plashatka hisobida 3 burchak stupenka bo'lsa, uni har birini sanab narxini chiqarasizlar. Keyin bitta aytib qo'yishim kerak bo'lgan joyi, zina narxining ichida bir yoq tomon perilalari, balasinalari, stoykalari kiradi. Bu yoq tomon ko'rasizlar, yana ochuv. Ikkinchi tomoni ham agar zinani ochiq bo'ladigan bo'lsa, bu tomonni ham xuddi shunaqa ikkinchi qavatda o'lchadik alohida metrini ограждение sifatida. Buni ham xuddi shunaqa ограждение sifatida zinani ikkinchi tomonini ham metrini o'lchab, zinani stupenkasiga qo'shish kerak bo'ladi. Hozir ko'rdinglar videoda zina narxini qanaqa hisoblashni men sizlarga batafsil tushuntirib berdim. Endi yana bitta jihatini e'tiborga olinglar. Sizlar telefonda zinani pog'onasining narxini so'raysizlar. Juda ham quloqqa yoqadigan arzon narxlar eshitiladi. Lekin degan joy bor, material bilan materiallar, ish bilan ish juda ham katta farqi bo'ladi. Aslida mana bu ko'rsatadigan bo'lsangiz, butun showroomda bizda ancha-muncha образецlarimiz bor. Stupenkani o'ziga shuncha образец borda. Arzon stupenka bilan qimmat stupenka
arzonroq stipendiya bilan sal qimmatroq stipendiya aytmoqchi bo'lgani variantlar juda ham ko'p bo'ladi. O'shanga bizning showroomimizda Toshkent shahrida Jomiyda joylashgan. Sizlar bu yerda keladigan bo'lsanglar, zinani jonli obrazetslarini va keyin men sizlarga misol qilaman. Mana buni ko'ryapsizlar. Ikkalovi bir xil balasini, bittasi arzon, bittasi qimmat, lekin buni farqi bor. Materialida boshqa narsasida. Bu narsani sizlar kelganingizda men showroomga batafsil tushuntirib beraman. O'shanga hammanglarni showroomda kutib qolamiz. Pastda telefon raqamlarimiz bor. Telefon qilasizlar. Kelishdan oldin telefon qilib qo'ygan bo'lsanglar, sizlarni joyimizda kutib olib mehmon qilamiz. Xayr, salomat bo'linglar va yana eng asosiysi kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.